Yaratgan ota-onaga beminnat mehrini berib qo'ygan. Afsus, farzand mehrida esa bu biroz minnatli notalar uchrab turishi mumkin. Qariganlarida aka-ukalar orasida sensalar mensalar. Vaholanki ota-onani ukaga tashlab chiqib ketdimi aka, barakasini ham ukaga qoldirdi, berdi. Ota-ona talash bo'lish kerak. Men shuncha qaradim, endi sen qara emas. Sen shuncha qarading, endi men olib ketib qaray onamni, otamni deyilish kerak emasmi? Ota rozi, Xudo rozi. Jannat esa onalar oyog'i ostidadir. Demak, Allohning roziligini ham, jannatni ham padaringiz, volidangizdan, ularni poyidan qidiring, tashqaridan emas. Nega otang to'ng'iz bo'lsa boylab boq deyilgan? Buyuk zot Isro surasida faqat o'zigagina ibodat qilishimiz barobarida ota-onaga yaxshilik qilishni ham amr etgan. Mana shunday kelgan ikkala oyat ham. Demak, bandalarni ixtiyoriga tashlab qo'yilgan ish emas bu. Xohlasak bajarib, xohlamasak parvo qilmaydigan. Bu farmon yaratganni qat'iy buyrug'idir.